Hammaga salom. Bu video mani birinchi videom bo'ladi YouTube'da. Bugun oyim bilan kommentariyalarni o'qib, sizlarning savollaringizga javob bermoqchimiz. Men o'zi kommentni o'qimayman, no my mama постоянно читает мои комментарии. O'shaning uchun Da. bugun o'qib berasiz bizga. O'qib berasizmi? Давай. Всё, boshlaymiz. Oilangiz haqida gapirib bering. Ota-onangiz bilan yashaysizmi? Ko'p beriladigan savollardan biri. Men hech qachon отдельно yashamaganman. Постоянно с родителями живу. Men uydagilarim даже nochavkaga qo'yib yuborishadi, но очень редко. Вот. Yashaymizmi o'zi birga yashamaymizmi? Конечно. Вот, shunaqa gaplar, birga yashaymiz. Oilada 3 ta farzandmiz, men eng katta farzandman. O'shaning uchun o'ylaymanki, ответственностьni his qilaman deb o'ylayman, chunki katta farzandlar har doim o'ziga ответственность oladi. Kelajakda blogerlikni davom ettirasizmi? Men o'ylayman, meni fikrim bo'yicha 2-3 yildan keyin уже Instagram bunaqa zo'r продвигаться qilmaydi, ya'ni reklamalar olinmaydi. Hozir mana zo'r topdi. Hamma blogerlar reklama olyapti, reklamadan daromad topadi, lekin 2-3 yildan keyin unaqa narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun в данный момент blogerlikdan tashqari yana boshqa narsa qilish kerak, ya'ni biznes ochish kerakmi? Ya'ni boshqa daromad yo'li bo'lishi kerak blogerlikdan tashqari deb o'ylayman. Chunki hamma narsa вечный emas. O'zini sroki bo'ladi hamma narsani. Idealingizdagi inson qanaqa tasavvur qilasiz? Idealimdagi inson men shunaqa tasavvur ham qilib ko'rmaganman. Никогда не говори никогда, но men hech qachon tasavvur qilmaganman. Chunki ideal odam bo'lmaydi deb o'ylayman. Hamma insonni o'zini minusi bo'ladi, plusi bo'ladi. Главныйsi to'g'risini gapiradigan inson bo'lishi kerak, aldashi kerak emas deb o'ylayman. В принципе, всё unaqaja menda bunaqa bo'lishi kerak, unaqa bo'lishi kerak deydigan odam emasman. No, bir xillarda baribir. Главныйsi bu честность. Oilada lekin yolg'on ishlatiladi. Знаешь? Да. No, bir xil shunaqa momentlar bo'ladi, что sen yolg'on ishlatishga majbur bo'lasan. Inagida oilada bo'ladi bu narsalar. Endi qanaqa ma'noda? Yaxshilik uchun. Da, yaxshilik uchun bo'lsa okey. Masalan, oila tinchlik uchun inagida buvayt shuni. Yaxshilab o'ylab ko'rishing kerak ekan, idealing to'g'risidagi inson haqida. Yo'q, menda unaqa prям parametri yo'q, unaqa bo'lishi kerak. Nima uchun Barselona? Bu futbol klubimi? Ha, futbol klubi. Maykasini kiyib yurasan o'shami? To'g'risi men vashcha futbolga qiziqmayman. Ha, men o'zi to'g'risini aytsam, Barsami, Realmi tushunmasdim. Bitta fotosessiya bo'ldi, fotosessiyaga meni chaqirishgan, mendan so'rashmagan. Qaysi komandani kiyimini kiyasan deb. Menga просто Barsani berib qo'yishganda, tipo gapirishga, mana Barsa kiydi Nigina, Barsani berib qo'yamiz Niginaga deb unaqa jab san qilishmagan. No, o'sha spontana bo'lganda. Да, spontana. Men даже Barsani u moment bilmagandim-da. A keyin смотрю, уже o'sha moment, то есть на следующий день, bir kun keyin уже o'yin bo'lyapti. O'yinda Barsa yutyapti, хотя Barsa anchadan beri Realni yutmagan. Keyin уже hamma meni отметка qilib boshladi, tipo mana Nigina Barsani futbolkasini kiydi, o'shaning uchun tipo Niginani omadi o'tdi, Barsa yutdi deb. O'shandan keyin уже meni как Barsa bo'lib ketdi. Haqiqatda o'rtada 2 martami yutdimi? 2 martami, 3 marta yutdimi? Da, ko'p yutdi. Da. Nimaga Barsa, в принципе, mana aytishadi-yu, Barsa yomon komanda deb, no menga nimasi yoqqan, именно Real bilan o'ynayotganda komanda bo'lib o'ynashi biladi, ya'ni faqat egoist bo'lib o'zini мячni olib faqat yugurib yurmaydi. Men yomon ko'raman egoist odamni. Yozishdan ko'ra komandni o'ynaydi. Menga komandni работа ko'proq yoqadi, чем odam mana men zo'rman, mana men urdim gol degandan ko'ra. Realda bu narsani sezdim. То что ular o'zini golini, bitta odam faqat men uriy gol deydi. Komanda yo'q edi. O'shaning uchun. В принципе, shunaqa bo'ladi. Urilgan gollar o'sha qanaqadir privilegiya beradi, ustunlik beradi, har bittasida bo'ldi. Понятно. Puli yo'q insonga turmushga chiqasizmi? Qattan bunaqa savol oldingiz. Shunaqa bor ekan shunaqa savol. Pul yo'q insonga turmushga chiqasizmi? No'si bor-da. Например, men agar meni будущий insonim, например, будущий inson nima deyiladi? Turmush o'rtog'i. Вот, agar men turmush o'rtog'imdan ko'proq pul topsam, он себя не будет комфортно чувствовать. Типа, o'zi uyalib qolishi mumkin. Например, mana Nigina mendan ko'p pul topyapti, tipo, o'zi baribir o'zini nekomfortni his qilishi mumkin. Tipo, menga farqi yo'q, например, nech pul topadi и так далее. No, agar keyin mana bunaqa gap bo'lsa, mana Nigina ko'p pul topyapti, o'shaning uchun o'zidan ketyapti, mendan ko'p pul topyapti degan gap bo'lsa, to да, лучше
если этому человеку некомфортно, то, что shuncha pul topyapti mani yonimda, то есть kam topyapti, то да, это играет роль. А так lekin men uchun men unaqa joy hisoblab yuradigan inson emasman, kim qayerdan necha pul topyapti. lekin oilada bitta narsa bor. Agar oilada sevgi muhabbat ustun bo'lsa, pul ko'rinmaydi. Pul ikkalasining ham ko'ziga ko'rinmaydi. Erni ham xotinni ham ko'ziga ko'rinmaydi. Shu boriga nima deydi? Kelishib yashayveradi. Lekin sevgi muhabbat haqiqiy bo'lmasa, lekin pulga borib taqaladi. Va pulga borib taqaladi. Pul bu komfort, pul bo'lishi kerak deb o'ylayman. Kasal bo'lsangiz ham bo'lishi kerak, lekin pul bo'lishi kerak. Da, bo'lishi kerak, lekin bilasanmi, hammani o'zini anaqasi bor-da, nima deydi? Korzinasi. Deydimi? O'sha xohishi bor-ku, xohish korzinasi bor. Xohish korzinasi kimda? Masalan, menda kattaroq, kimdadir kichkinaroq. Masalan, senda kattaroq. Sen uy xohlaysan, mashina xohlaysan. Men turmush chiqayotganimda unaqa bo'lmagan. Men unaqa mamnaqa bo'lsin degan narsa. Mana mamnaqa bo'lsin demaganman, hozirgi qizlarda hammasida bor bu narsa. Нет, men qachon shunaqa deganman, mamnaqa bo'lsin deb. Главныйsi или men bilan teng bo'lish kerak, или mendan balandroq bo'lish kerak. Ya'ni mendan kuchliroq bo'lish kerak deganman. O'shani o'zi shu nimani beradi. Siz например, siz xohlamaysiz yoningizda слабый odam turishini. Yo'q. Вот, yoningizda kuchli odam bo'lishini xohlaysiz. Siz o'zingizni har doim silniy qilib, o'zingiz har doim kuchli bo'lishni xohlamaysiz. Какой-то момент baribir слабый bo'lishni xohlaysiz. Kuchliroq bo'lish kerak. Вот, men ham shuni aytayapman-da. Moralni. Да, moralni, да. Moralni ko'proq kuchli bo'lish kerak. Mashinalaringizni kim olib bergan? Kim olib bergan? Asabim qo'zini mani o'qisam bor savol o'qisam. Nimani o'qisangiz? Mana shu savol o'qisam, komment o'qisam. Asabim qo'zini. Kim olib bergan mashinalaringni? Tavba qildim. Shunaqa holat gaplashadi. Men deydi, kimdir ikkinchisidir, kimdir yana o'ynash, nima, qanaqa o'ylamas shunaqa savol yozishar ekan, hayron qolaman. Как так можно человека bilmasdan, o'sha odam bilmasdan turib, xohlagan gapini yozish вообще интересно. Men shunchalik qiziqmanki, o'tirib o'sha kommentni yozadi. Yo'q, nima uchun yomon, masalan, pozitivniy nimada emas, fikrda emas, nimaga sразу yomon, nimaga qizlar mashina olsin, nimaga sразу kimdir ikkinchisi bo'lishi kerak, kimdir o'ynash bo'lishi kerak. Nimaga qiz bola pul topib o'zi ola olmaydi mashina? Chunki bir xil qizlar o'zi tipa shu narsani qilganda, o'shancha ko'rganda, значит, hamma shunaqa deb o'ylaydi. Из-за некоторых bir xil qizlarni deb, keyin hamma qizlar shunaqaga chiqadi deb o'ylayman men. Mashinani kim olib berdi deb so'rabsizlar. Mashinani men o'zim olganman. Birinchi mashinamni 19 yoshimda olganman. Yilning boshida uni men рассрочкаga olganman. Keyin примерно 3-4 oylarda bo'lib to'lab tashaganman. Voy, o'zbekcha меня покинул chat bo'lyapti. Bo'lib to'lab tashaganman. То есть рассрочка olsam ham hech qachon cho'zib yurmayman, chunki odamni qanaqadir qarzi bo'lsa-chi, o'zini nekomfortni his qiladi-da, maza qilib yura olmaydi. Baribir o'ylab yurasiz shu narsani. Voy, men bitta qarzim bor deb. Вот. Ikkinchi mashinamni ham рассрочкаga olganman. Xudo xolasa birinchi mashinamni sotsam, uni yopib tashlayman, da? Да, можно и так сделать. Да. Shunaqa gaplar. Birinchi mashinamni hali sotganim yo'q. Shunaqa gaplar. Yana bir xillar aytishi mumkin-da. Yana bir xillar aytadi-yu, "Net, bu aldiydi, unaqa emas" deb. Men oyim bankda ishlaydilar. Qayerdan nech pul tushyapti, qanaqa qilib men olganman mashinani, meni uydagilarim biladi. Men o'tirib, o'zimni haterlarimga bu narsani tushuntirib o'tirishim kerak emas deb o'ylayman. Yo'q, tushuntirgan bir tomondan yaxshi. Tushuntirish kerak deb o'ylayman. Da? Inogda nada tushuntirish kerak-da. Bir oyda qancha topasiz degan komment. Siz o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq, men xohlaganimdan ko'ra kamroq topaman deb o'ylayman. Bu narsani yomon ko'raman. Hammaga gapirib o'tirishni, например, men oyda shuncha topaman deb, chunki barakasi ketadi deb o'ylayman. Тоже правильно. Da. Siz qanaqa insonsiz? Xarakteringiz qanaqa? Pikmilarga qanaqa qaraysiz? Men qanaqaman? Men qanaqa bo'lsam shunaqaman. Men o'zimni nastoящий oddiy insonman, neginaman deb o'ylayman. Chunki yomon ko'raman o'zimdan kimdir yasab, men bunaqaman deb o'tirgim kelmaydi. Pikmilarga neytralni qarayman, unaqacha odamlar bunaqa bo'lishi kerak demayman. Odam qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi. Men insonga ayta olmayman, men bunaqa bo'lishing kerak deb. Вот. O'zim ham qanaqa bo'lsam shunaqaman, insonlarni ham shunaqa qabul qilaman. Как есть, так есть. Pikmi qanaqa o'zi? Pikmi bu. Choydan o'tiring.
assalom deydiganlar. Yo'q, unaqa emas shekilli. Shunaqa. Я не буду это кушать deydi-yu, wow deydi-yu, mana shunaqalar. Пикми bo'ladi. Uti-putilar. Utti-putti, Ha. utti-tu. Nana utti shular. Давайте дальше. Men muxlisingizman, lekin podpis bosmasdan kuzataman. Shunaqalar ham bor. Chunki prosmotr. Rahmat sizga kuzatayotganingiz uchun. Rahmat kattakon, podpiska tashamay kuzatayotganingiz uchun. Podpiska tashlasangiz ham men juda xursand bo'laman. Ha, xursand bo'lamiz. O'zi v основном shunaqa. Boshida ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni prosmotrlar zo'r bo'ladi, lekin ko'pincha odamlar podpiska tashamaydi. Podpiska tashlaydi qachonki men qanaqadir foyda bersam, например, energiya, например, bersam, motivatsiya bersam, mendan nimadir olsa, o'sha odam keyin podpiska tashlaydi. Просто так siz ham, например, любой odamga podpiska tashamaysiz deb o'ylayman. Baribir ko'rib chiqasiz akkauntini, menga nimadir foyda bera oladimi, yo'qmi deb. Men qiziqtirgan bo'lsa, sразу podpis Da, bosaman. agar qiziqtirsa, sizni tematikangiz bo'lsa, siz Menga kerakli bo'lsa, ha, sizga kerakli bo'lsa, siz podpiska tashlaysiz. qachon turmushga chiqasiz? Qachon nasib qilsa, xudo xolasa, turmushga chiqaman. O'zim insonim uchratsam, men u narsani plan qilib, shu kuni chiqaman, turmushga deyolmayman. Nasib qilsa chiqamanmish. Nasib qilsa turmushga chiqaman. Shunaqa deylarmidi? Вот. A tak papani hozir bilmayman qachon. Taqdir demaysanmi? Nasib qilsa qachon nasib voy, вот taqdir qachon nasib qilsa deyapman-da. Я же не буду планировать, например, men aytmayman, bo'ldi, ertaga turmushga chiqaman, или indinga turmushga chiqaman. Yo'q. Я же не знаю. Bu Allohdan-da, u qachon bo'lishini sen belgilolmaysan. Alhamdulillah. 350k bo'lish uchun nima qilish kerak? 350k bo'lish uchun haterlarning gapini eshitmasdan har kuni video qo'yish kerak. Mazza qilib yashash kerak, xohlagan videolarni qo'yishingiz kerak. Endi xohlagan emas. Nimaga xohlagan qo'ying? Niyat qo'yish kerak, no, me'yori bo'lishi kerak. Chunki reputatsiyani ko'tarish oson, lekin ushlab turish juda qiyin. Keyin katta kompaniyalar, katta brendlar ishlamaydi. Keyin chaqirishadi, aytishadi, "Men buni chaqira olmadik, chunki bizani urovnyimizga mos emas" deyshadi. Вот. Mani 350 mingta bo'lganim, bu mani ota-onam, mani komandam, mani o'zimni ishim deb o'ylayman, harakatlarim deb o'ylayman. Chunki men bitta o'zim bu narsaga erisha olmagan bo'lardim. Tim более odam xato qilib shu narsaga yetib keladi. Agar menga kimdir bu narsalarni o'rgatganda, может быть, yana ham tezroq o'sardim. Lekin hozircha xatolar qilib o'rganib masalan o'syapman. Keyingisi Jaloliddin Ahmadaliyevni "Xayr, endi bo'ydoqli" klipda rol o'ynagansizmi? O'ynaganman. O'zi men bloger bo'lishimdan oldin model bo'lganman, ambasador bo'lganman, lekin o'zimning lичный brendimni hech qachon продвигать qilmaganman. Вот. Даже Instagramim ham u moment bo'lmasdi. Bo'lardi, 3000 ta obunachi maksimum bo'lardi. Kliplarga chiqardim, Jasminning klipiga, Jaloliddin Ahmadaliyev klipiga, Hamdam Sobirov kliplariga chiqqanman. M Cosmetics, Pepsi, Uzum Market bu brendlar bilan ham ishlaganman, bannerlarda chiqqanman. Ko'pchilik e'tibor bermagan, o'shaning uchun hozir eslamasa kerak, lekin men shu reklamalarga chiqqanman. Bu narsani men o'zimning Instagramimda qo'yib bormaganman. Ya'ni meni o'zimning lичный brendim bo'lmagan. Keyin o'ylaganman, nimaga men boshqa akkauntlarni, boshqa brendlarni shunaqa zo'r rivojlantiryapman, 3 oyda 100 ming ta obunachi qilyapman-da, nimaga men o'zimning brendimni yurg'iza olmayman deb video olib boshlaganman. Shunaqa qilib sekin-sekin уже ketgan. Odam ko'tarilgan. O'shaning uchun nima qilish kerak? O'shaning uchun odamlarning gapini eshitmasdan o'zingizlar yaxshi ko'rgan ishlarni qilishingiz kerak, chunki yaxshi ko'rgan ishlarni qilsangiz hech qachon uni minusi ko'rinmaydi. Odam yaxshi ko'rib ishini qilsa, nolimaydi hech qachon. Mana bunaqa bo'lyapti deb maza qilib qiladi, tekinga bo'lsa ham. Va nima ish qilgan taqdirda ham, nima deydi, birovni nimasiga tegmaydigan, birovga zarar bermaydigan, shunaqa kontentlar qilish kerak-da, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Ha? 100%. Ramkali. To'g'ri. Sizni ranjitadigan komment qaysi? Qaysi komment ranjitadi? Xafa qiladi? Mani, в принципе, o'zi hech qaysi komment ranjitmaydi. Ya'ni bu o'sha odamlarning o'zini fikri. Men qanaqa fikrlayman? Menga komment yozayotgan odam birinchi o'ylaydi. Plus minus 2-3 minut o'ylaydi. Shu qizga nima deb yozsam bo'ladi deb. Чтобы uni ko'ngliga, diliga ozor berish, shu qizni zadetь qilay deydi. Keyin o'sha narsani yozadi. Yana 5 minut yozadi. To'g'ri yozdimmi, yo'qmi deb tekshirib ham chiqadi.
bu degani как minimum 7 minutini man uchun ajratadi. Hayotimizda eng qimmat narsa bu bizning vaqtimiz. U odam, o'sha inson o'tirib man uchun o'zini qimmatbaho vaqtini ajratib komment yozadi. Men shuning uchun hamma heyterlarimni yaxshi ko'raman. В принципе, da rahmat deyman, chunki agar shu heyterlarim menga komment yozadigan insonlar bo'lmaganda, meni videolarim to'pga o'tmasdi. И тем более bunaqa prosmotr, bunaqa axvat bo'lmasdi. O'shaning uchun hammasiga men rahmat deyman. No, lekin anaqa jahl chiqadi odam, shunaqa kommentlar ham bor. Jahlim chiqadi. Juda ham yomon kommentlar bor. O'ylamasdan yoziladigan kommentlar bor. Jahlim chiqadi, когда tuhmat qilishsa, когда siz u ishni qilmagan bo'lasizda, lekin qildi mana deydi. O'shanda jahlingiz chiqadi, 5 minut atak o'tib ketadi. Bu darajaga kelishingizga kim sababchi? Bu darajaga kelishimga mama, mani onam sababchilar. Chunki men 5 yoshimdan beri narodniy tansiga borganman, milliy raqsga qatnaganman. Keyin 7 yil fortepianoga borganman, pianino chalaman. 5 yosh emasding, по-моему, 3 yoshda. Oda. Rushana Sultonovani o'zini o'sha temir yo'lchilar nimasi bor-ku, san'at saroyi. O'shanda dars ber, hozir ham dars bersa kerak Rushana Sultonova. Ko'pchilik bizning yoshimizdagilar taniydi, taniqli raqqosa. O'zini klubi bor. O'shanga borgansan 3 yoshingda. 3 yoshingdan 9 yoshinggacha. Это 6 lет. 6 lет. 6 yil men raqsga borganman, 7 yil fortepianoga borganman, muzikalkaga. 6 yil vokal bilan shug'ullanganman. 3 yil hip hop, 2 yil aktyorskiy masterstvoga borganman, modelniga 2 yil borganman. Вот. 7 yillik fortepianodan diploming bor. Da, diplomim ham bor. Ya'ni men любой joyga borib dars berishim mumkin fortepiano bo'yicha. Shunaqa gaplar. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Men bu tvorческий sferada, ya'ni Instagram, raqs, muzika, bu narsaga men kecha kelmaganman-da. 3 yoshimdan уже boshlaganman. Agar meni uydagilarim 3 yoshimda yo'q bormaydi, qiz bolani berish kerak emas unaqa joyga deganida, men hozir shu yerda o'tirmagan bo'lardim deb o'ylayman. Lekin bo'lgan shunaqa. Nima bo'lgan? Adam qo'ymaganlar, bormasin kerak emas qiz bolaga. Вот. Oilada kimdir qiz bolani qo'llab-quvvatlashi kerak. Agar kimdir qo'llab-quvvatlamasa, u o'zi nima qilib keta olmaydi-da, eplab keta olmaydi. Chunki yo ota yoki ona nima qilish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. San so'chingda men harakat qilganman, borishingda qanaqa xohlaganman. Raqsga borgan qizlarni qomati chiroyli bo'ladi, bo'ylari yaxshi o'sadi, sog'lik jihatidan olib borganman. Lekin senda o'zingga ham qiziqish bo'lgan. Xohlab borarding. Rus maktabga qo'yganimizda ham esingdami? Qanaqa bo'lgan? Juda janjal bo'lgan uyda. Uyda katta janjal bo'lgan. Nimaga qiz bola rus maktabga borish kerak? Rus maktabga borsa buziladi deyishgan. Вот. Yo'q deganman, buzilmaydi. Baribir olmani tagiga olma tushadi deganman. Da. Ota-ona qanaqa bo'lsa, qiz ham shunaqa bo'ladi deb o'ylaganman. Qizim oqlaydi deganman, ishonchimni deganman. Hozir meni babushkam kelsalar ham aytadilar-yu. Men hayronman rus maktabda o'qib shunaqa qiz bo'lganiga deydilar. O'zi boshida aytganlar-yu, yo'q, nimaga qo'yasan deb. U odam o'ziga bog'liq. Oiladagi tarbiya ko'proq ta'sir qiladi qiz bolaga baribir. Maktab unaqa ta'sir qila olmaydi. Agar oiladagi tarbiya kuchli bo'lsa, u hech kim buza olmaydi, ko'chadagi tarbiya buza olmaydi deb o'ylayman. Qaysi davlatlarga borishni xohlaysiz yana? Men o'zi niyatim 197 ta davlatga borib chiqish. 197 ta? Da, keyin rasmga tushish Instagramda. Bunda men 197 ta davlatga bordim. Voy. O'zi hamma davlatga borgim keladi. Но самый прям в данный момент borgim kelayotgan joy bu eng ko'p bormoqchi bo'lgan joyim bu Parij, Yevropa. Keyin Sakuraga, Sakura bo'ladigan moment bormoqchiman Yaponiyaga. Это весной-da, bahorda. Bu где-то aprelga to'g'ri keladi-da. Aprel 20lariga to'g'ri keladi. 2026-yil xudo xolisa Sakuraga boraman, Yevropaga boraman. Bu videoni shunaqa saqlanib qo'yamiz, keyin borganimda qo'yaman. Xudo xolisa. Da. Shunaqa gaplar, prям вообще borgim kelayotgan joylardan shular. Yevropa. Da. Yevropani Rimi ham zo'r. Da? Juda ham chiroyli shahar Rim. Rim. Tarixiy shahar juda ham chiroyli. И в данный момент viza ham olish juda qiyin ekan. Мы стараемся. Vaqt ketyapti, dokumentlar yig'ish kerak. Hozir vizaga harakat qilyapmiz. Shunaqa. Keyingi komment, uyingizdagilar blogerligingizga qanaqa qarashadi? Boshida uydagilarim, ya'ni в основном
adam ruxsat bermaganlar Instagram yurg'izishga, syomkalarga chiqishga, ya'ni aytganlar menga. Qizim, shu syomkaga bormagin, o'zim senga shu pulni beraman. Nima qilasan borib, charchab, vaqtingni ketkazib, kuchingni ketkazib borib, men o'zim beraman shu pulni deganlar. Lekin menga основном men u syomkalarga pul uchun bormaganman. Menga u atmosfera yoqqan, yangi odamlar menga yoqqanligi uchun men borardim syomkaga. Даже если ovqatam berishmasa ham men borardim-da. Chirchuvlarga borib kelardim. Ko'chada syomka bo'lardi, ertalabdan chiqib ketardim-da. Adam yo'q, mana bunaqa bo'lardi. Adam meni o'qishga tashirdilar. O'sha men Central Aziyada o'qirdim. Adam meni o'qishga tashirdilar. Men kirib ketardim-da, как будто kirib ketardim. Adam ketganlardan keyin sekin chiqib ketardim syomkamga. Adam bilmasdilar shu narsani. Sirlar ochilishni boshladi. Ya'ni bekitib qilganman. Adam boshida yo'q deganlar. Lekin keyin yaqin odamlari, o'rtoqlari, o'sha tanishlar, mana qizingni mana shu televizorda ko'rdik, televideniyada ko'rdik, Instagramda ko'rdik, klipda ko'rdik, bannerlarda ko'ryapmiz deb meni maqtab boshlagandan keyin tanishlar, o'sha odam keyin buni qaradilar, значит qizim yaxshi ish qilyapti, odamlar kelib menga maqtayapti qizimni. Plus yana o'zini o'zi eplayapti, o'zini xohlagan narsasini olyapti deb keyin уже поддержка qilib boshladilar. Hozir, например, videomni tushib bering desam, adam bemalol tushib beradilar. Qanaqa videolarimiz deydilar. No boshida по-любому yo'q deganlar menga. Da, rasmam bilan urishardi lekin. Sen ruxsat bergansan deb rosa urishgan. Hozir qanaqa? Hozir nima deydi? Hozir kadrda qanaqa turing deydilar. Bu yerga qarang deydilar. Unaqa qilmaydi-yu, halicha ham tushmadi-yu lekin. Tushdilar-yu bitta videoga, men просто hali qo'yganim yo'q videoni-da. Bo'ldi. Prinsip shunaqa savollar, tugadi. Eng nima deydi, mashhur savollar shular. Eng ko'p beriladigan savollarga javob berdim. Bu bizani birinchi qismimiz, rubrikamizning birinchi qismi. Agar bu rubrika sizlarga yoqqan bo'lsa, savollarni meni Instagramimga bersanglar, men ikkinchi qism qilaman. Shunaqa gaplar. Agar yoqsa, yana ikkinchi, uchinchi qismlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Da. Hammaga xayr. Xayr. Xayr.